Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar, aziz yurtdoshlar. Xabaringiz bor, joriy yil boshidan buyon jahon hamjamiyati koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashmoqda. Ming taassufki 2020-yil mart oyidan buyon ushbu kasallik bizning yurtimizga ham kirib keldi va ayni kunga kelib jamiyatdagi eng og'ir global masalaga aylanib qoldi. Nafaqat respublikamizda, viloyatimizda, balki tumanimizda ham pandemiyaga qarshi kurashish borasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Bu jarayonda mashaqqatli mehnati bilan xalq mehrini qozongan shifokorlarimiz, ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari va barcha jonkuyarlarga minnatdorchilik izhor qilgan holda tumanda olib borilayotgan ishlarga to'xtalib o'taman. Tumanimizda 7 nafar fuqaromizga koronavirus kasalligi bilan gumonlanib, shundan 3 nafari COVID-19 kasalligi tasdiqlandi. Tumanda davolanayotgan bemorlarning 1 nafari yuqumli kasalliklar shifoxonasida, 2 nafari butkul sog'ayib uylariga qaytarildi. Shuningdek, bemorlarning oila a'zolarining 15 nafari karantinga olingan bo'lib, bu karantinga olingan oila a'zolarini 3 nafariga shifokorlar tomonidan doimiy kuzatuv ostiga olindi. Karantindagi fuqarolarning barchasini sog'ligi mu'tadil, koronavirus simptomsiz belgilari aniqlanmagan, kasallanganlar va ularning davolovchi shifokorlar bilan sektor rahbarlari doimiy ravishda onlayn muloqot orqali ularning sog'ligi hamda shifokorlar bilan ularga ko'rsatiladigan tibbiy xizmat xususida to'liq muloqot olib borilyapti. Kasallikni oldini olish uchun tumanning kirish va chiqish joylarida 3 ta karantin posti o'rnatdik. Shuningdek, Surxondaryo viloyatidan kirishda Darband postida teplovizor hamda 3 ta kirish-chiqish postiga dezinfeksiya avtomashinalarini va fuqarolarni dezinfeksiya qilish postlari texnikalarini o'rnatdik. Barcha kirib chiqadigan texnikalar hamda fuqarolar dezinfeksiyadan o'tgandan keyin isitmasi bor yoki yo'qligi tibbiy ko'rikdan o'tkazgandan keyin tuman hududiga kiritilishi nazoratga olindi. Mazkur tadbirlarni amalga oshirish uchun 50 nafar shifokor, shundan 7 nafari oliy toifalik va 43 nafari o'rta tibbiyot xodimlari, 39 nafar ichki ishlar xodimlari, 16 nafar Milliy gvardiya xodimlari, 30 nafar sanitariya va epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari, 26 nafar tibbiyot kollejlarini bitirgan kollej bitiruvchilari jalb etildi. Bugungi kunda tuman bo'yicha barcha shart-sharoitlarga ega bo'lgan 200 ta zaxira o'rinlari yaratildi. Shundan yuqumli kasalliklar bo'limida 30 o'rinli, tibbiyot kolleji yotoqxonasida 40 o'rinli, agrobiznes va transport kolleji yotoqxonasida 40 o'rinli, Muzaffar Qurbonov xususiy klinikasida 20 o'rinli, Jamshid xususiy klinikasida 20 o'rinli, sanoat xizmat ko'rsatish kolleji yotoqxonasida 40 o'rinli, Dehqonobod kalish zavodi profilaktikasida 15 o'rinli barcha shart-sharoitlarga ega bo'lgan yotoqlar tayinlab qo'yildi. Tumanda 14 ta xususiy, 12 ta ijtimoiy va bitta davlat dorixonalari faoliyat ko'rsatib keladi. Shundan 8 ta yirik dorixonalar pandemiya davrida aholiga zarur dori vositalarini yetkazib berish uchun alohida tanlab olindi. Ta'minotchi sifatida Xolmirza Shifo Farm xususiy dorixonasi orqali 7 ta dorixonaga zaxira dorilar yetkazib berib turiladi. Shuningdek, tumanimizda faoliyat ko'rsatayotgan 27 ta dorixonalarda 2 milliard 700 million so'mlik dori vositalari zaxirasi yaratildi. Tez tibbiy yordam bo'yicha tumanda bugungi kunda jami 11 ta tez tibbiy yordam punkti, bitta shifokor, 22 nafar o'rta tibbiyot xodimlari jalb etildi. 11 ta tez tibbiy yordam mashinalarini 8 tasi Damas avtomashinasi, tog'li hudud bo'lganligi uchun 2 tasi Vizixod UAZ avtomashinasi va bitta Nissan Reanomobil avtomashinasi berkitildi. Tumanimizda yuzaga kelayotgan muammolarni bo'yicha bahovar bo'lib turish uchun 2 ta kal markazi, ya'ni birinchi sonli kasb-hunar maktabida joylashgan 75 kod bilan 612 15 36, 612 15 06 raqamlari orqali birinchi kol markaz bunda koronavirus pandemiyasi bo'yicha kelib tushayotgan barcha savol, muammo, masalalar bo'yicha va xastalik belgilari sezilganda fuqarolar murojaatlarini mutaxassislar tomonidan o'rganilib javob berilishi. Qolaversa, fuqaroning mutaxassis bilan muloqot qilishini ta'minlab, ularning qiynayotgan masalalarga yechim topishi mumkin. Ikkinchi kal markaz
tumanning 2-sonli kasb-hunar maktabida tashkil etilgan bu 75 kod bilan 612 14 53 telefon raqami orqali bu ehtiyojmand oilalarga koronavirus pandemiyasi davrida, karantin davrida og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan oilalarga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish bo'yicha barcha savollarga javob beriladi. Bu ikkita kol markazi ham 24 soatlik ish rejimiga o'tkazildi. Shuningdek, tuman hokimligida doimiy ravishda navbatchilik tashkil qilib, 75 kod bilan 612 1004 telefon raqamlari orqali 24 soat navbatchilik tashkil etildi. Shuningdek, tuman hokimi tomonidan tashkil etilgan Telegram kanalida hokimga murojaat bot kanali ochildi. Mazkur bot kanalga doimiy ravishda fuqarolar tomonidan murojaat qilishlari mumkin. Tumanimizda 2590 ta ehtiyojmand oilalar saxovat va ko'mak asosida doimiy ravishda oziq-ovqat mahsulotlari bilan mart oyidan boshlab ta'minlanib turibdi. Bugungi kungacha 4 marotaba ta'minlandi. Hozir 7 xil oziq-ovqat turi bo'yicha 5-marta mazkur fuqarolarga oziq-ovqat mahsulotlari ta'minlanish choralari ko'rilyapti. Karantin davrida aholini arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida tumanimizda barchaga ma'lum faqatgina mavsumiy bozorlar mavjud edi. Biz ikkita doimiy faoliyat yuritayotgan bozor tashkil qilib, yarmarkada bozorda qat'iy karantin qoidalariga rioya qilgan holda doimiy oziq-ovqat iste'mol tovarlarini arzon narxlarda sotilishini nazoratga oldik. Shuningdek, tumanimizda doimiy kunlik iste'mol tovarlari bilan ta'minlash uchun oziq-ovqat mahsulotlarini 3 oylik zaxirasini yaratdik. Aziz tumandoshlar, qadrli ota-onalar, onajonlar, aziz opa-singillarim, butun dunyoda global muammoga aylangan koronavirus muammosini bartaraf etishimiz siz va bizning qo'limizda. Men boshchiligimda sektor rahbarlari shunday paytda ortiqcha vahimaga berilmasdan o'zingiz va oilangiz sog'ligi uchun mas'ul ekanligingizni his qilgan holda sog'ligingiz uchun qayg'urishingizni, o'rnatilgan karantin qoidalariga rioya qilishingizni va ushbu kasallikni bartaraf etish uchun bizga yaqindan yordam berishingizni so'raymiz. Biz esa buning uchun barcha imkoniyatlardan foydalanamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.